Qarang, Jahongir aka boshladik Malibudan. Assalomu alaykum. Malibumiz 2020-yil jemchug svetda, kraskalar toza, ko'pda yumshoq balon. Ta'mirga ruxsat bor, propan gazi bor. Holati ideal, bir qo'l boshda. Pradagi 155 ming yurgan. Chiqib qo'lgilar ishlari tiniq holatda. Narxi 21 ming. Bo'lishi. Bank orqali kelishiladi. Kelishilaveradi, barter qilinadi. Barter bor. To'xtang, hozir men bir qator mashinani ko'rsatib o'taman, keyin ikkinchisiga o'tamiz. Jahongir aka, hop. Mashina juda ham chiroyli holatda turibdi. Tonirovka ruxsatlari bor ekan, kraskalari toza ekan, gazlari bor. Kimga qiziq bo'lsa, ekranga raqam qo'yapmiz. Bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Tak, Darmon guli deydimi? Cobalt avtomat korobka. Yili necha Jahongir aka buni? Cobalt yili 23-yil. Ha. Ikkita joyda kraskasi bor. Ko'rsating kraskalarni. Kraskasi oldi eshik, oldi qanot, orqa eshik. Yurgani qancha? Yurgani 120 mingdan o'tgan. 120 ming. Gazi bor. Gaz bor, to'rtta archa balon, yumshoq balon, holati yaxshi. Archa balonlar bor, holati yaxshi, kraskasi ikkita detalda. 120 mingdan o'tgan. Metan gaz bor, Metan gaz bor. Narx 11 ming. 11 mingga beryapmiz. 11 ming. Nexia uchimiz keng navbatdagi. 19-yil 180 ming yurgan. Aha. 6600. Ikkinchi paytsa. Ikkinchi paytsi mexanika, metan gazi bor. 30% kraskasi. 30% kraska 19-yil 6600 qo'yilyapti. Bank orqali ham kelishlar ekan. Yili 20 necha? 19. Yili 2019 mashina holati. Juda ham chiroyli sostoyaniyada mashina. Arzonchi mashina. 6600 kami bor. Generalni ham bo'lar ekan, bank ham, barter ham bor ekan. Hurmatli bizni kuzatuvchilar, navbatdagisi Cobalt avtomat korobka. Nechinchi yil? 23-yil. 23-yil. Benzinni o'zida, kraskasi toza. Yurgani? To'rtta sagadiska yumshoq balon, yurgani 60 ming. Bir qo'l mashina, holati ideal. Benzinda haydalgan ekan, 60 ming yurgan. Kraskalari toza, avtomat korobka. Sagadiskalar bor ekan. Bu ham 4-paytsa, xudo xolasa kraskasi toza deyilyapti. Mana yon tomonlari. Mana bu tomonlaridan ham ko'rsatib o'tyapmiz. Kimga qiziq bo'lsa, ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqasizlar. Mana Jahongir aka o'zlari shetdalar. Onyx, keyingi Onyx. 23-yil 4-pozitsiya. Propan gazi bilan holati yaxshi. 23-yil. Kraskalari toza. Kraskasi toza, propan gazi bor. 4-paytsa avtomat korobka. Yurgani qancha Jahongir aka? Yurgani 130 ming yurgan. Bank bo'ladi, kreditga chiqadi, generalni bo'ladi, barter bor. Kimga qiziq bo'lsa, ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqasiz. Albatta 12 ming dollar qo'yilyapti. Jahongir akani taniganlar bitta like bosamiz. Lokatsiyani tushuntirib olsak, mana bu yog'i shahar hokimiyatidan kelishda oqarida pavorotida, bu yog'i Oyberadondan kelishda.